$7000 zarariga sotilayotgan mana shu uyimiz xudo xolasa sizniki bo'lishi mumkin. Remontga bitta baho bering. Asosiy eshigimizdan kirganimizda o'rta koridorimizni ko'rib turibsizlar. 2 xonadan iborat shu uyimiz 60 kvadrat bo'lyapti, lekin juda ham chiroyli qurilgan ekan. Qaranglar, asosiy eshigimizdan kirganimizda chap qo'limizga ko'rib turibsiz, chiroylikkina bitta zalimiz tushyapti, televizorlar qo'yilgan, o'sha Wi-Fi ga ulangan, bemalol o'tirib har kuni ishdan kelib YouTube'larni ko'rib o'tiraversangiz ham bo'lar ekan. Devorlar qo'yilgan, tepada konditsioner ilingan. Remont qanaqa? Yoqdimi? Однотонный такой chiroylikkina chiqibdi ketdi. Zaldan chiqqanimizda yon tarafiga chiroylikkina bitta oshxonamiz tushyapti, ko'rib turibsiz. Tayyor holatda turibdi, mebel texnikalar bilan. Kirish kerak, mazza qilib yashash kerak. Oshxonadan chiqqanimizda to'g'risiga alohida sanuzel, hammom tushyapti, ko'rib turibsiz. O'tib kelganimizda, ahamiyat qo'ying, koridorga chiroylikkina mebel qilib qo'yilgan. Ketib kelganimizda alohida bitta chiroylikkina yotoqxonamiz bo'lyapti. Bu yerda ham konditsioner, mana ko'rib turibsiz, kravatlar qilib, televizorgacha osib qo'yilgan, tayyor holatda turibdi. Yotoqxonamizning yon tarafida esa alohida hojatxonamizni ko'rib turibsiz. Kvadratiga $150 dan 60 kvadrat shu uyimiz. Toshkent shahar Yashnobod tumani Uysozlar mahallasida joylashgan 7-qavatdagi mana shu uyimiz. Xudo xolasa sizga bo'lishi mumkin. Eng qiziq tarafi, shunaqa darajada mehr berilgan ekanki, uyga qarang. Kalitlar ishlatib o'tiribsiz, bunaqa karta bo'ladi. Keyin отпечатkangiz bo'lsa, xohlasangiz отпечаткani qo'yasiz, xohlasangiz kartani bundoq qo'yib, uyga bemalol kirib chiqib yurasiz bo'ladi. Ham buyoqqa qilingan, ham ko'cha tarafga eshikka qilingan. Tarafda xonadonimizda 2 ta uy bor. Keyin o'rta koridorga ko'rib turibsiz. Frantsuzskiy planirovka qilingan ekan. Liftdan shuna chiqishingiz bilan yon tarafda xuddi shunaqa yana eshik turibdi. Shunaqa kalt bilan ochib yopiladigan, keyin отпечаткasi bor, eshik qilib qo'yilgan. Hattoki tepaga kameralargacha qo'yib qo'yilgan. Tayyor holatda turibdi. Kirish kerak, mazza qilib yashash kerak. Arendada eshitdingiz, pastda nomer qoldiramiz. Tezroq urib, telefon qilib, akamizga aloqaga chiqing.